Sardor ehson qilaman deb meni uyim teshib yuboryapti odamlar. Ey insonlar. Meni uyimga kelmanglar, meni uyimda Sardor yo'q. Kunim 5-4 odam kelyapsizlar. Bu odamlar tavba qildim. Mana dorvoza dang'ir-dung'ur qilyapsizlar. Odam chiqmagan ekan, ketish kerak. Dakansa dang'illatyapsizlar. Kunim chiqyapman. Sardorga ehson qilib bersin. Sardorga men nima deyman? Xudodan so'raylar, Xudodan. Keyin u odamlarni yarmidan ko'pi YouTube'da ko'rib kelibdi. YouTube'dagilarga mana shu videoni qo'yib tarqatib qo'ylar. Meni uyimga kelmanglar, akalar, opalar, Xudo xolasa bir Alloh nasib qilgan bo'lsa, mana shu platformada ko'rib bir yordam qilamiz. Faqat iltimos sizlardan meni uyimga kelmanglar. Men kelsalang men yordam berolmayman. Qanday yordam beraman? Shunaqa kunim odamlar kelyapti. Bu Sardor ehson qilaman yo'q dedi. Xullas, iltimos meni uyimga kelmanglar.